21 bab. Hazreti Ayso beshini ko'tarib qarivdi. Markaziy ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyga o'z sadiqini tashlayotgan bir necha boyni ko'rdi. U yana bir namrat tul ayolningmi ikkili tangini tashlayotganligini ko'rib, bilib qo'yinglarki, bu namrat tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammaylarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshgan boyliklaridan iona qildi. Lekin bu ayol namrat turuqliq, o'zining barliq tirikchilik qildig'ini iona qildi, dedi. Shogirdlardan ba'zilari markaziy ibodatxonaning nafs tashla va Xudoga atalgan narsalar bilan bezalganligi to'g'risida so'zlashyotdi. Hazrati Ayso shundoq bir vaqt keladi-ki, sizlar bu yerda ko'rayotgan hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teshimi joyida qoldirilmaydi, dedi. Ular Hazrati Aysodan, ustoz, bu deganlaringiz qachon yuz berdi? Bularning yuz berdiganligini bildiradigan qanday beshorat bo'ladi? deb so'radi. Hazrati Ayso mundaq dedi. Ozdirilib ketishdan hoşyar bo'linglar. Chunki nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizg'uvchi Masih men bo'laman va qiyomat kuni yiqilib qoldi, deydi. Sizlar undaq kishilarga agashmanglar. Urush va to'plarning tivishini anglagan vaqtinglardimi, qo'rqib ketmanglar. Chunki bu ishlarning dastlabki yuz berishi muqarrar. Lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas. Hazrati Ayso so'zini davomlashtirib yana mundaq dedi. Bir millat yana bir millat bilan urush qiladi. Bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi. Shiddatli ya tavrashlar, ocharchiliklar yuz berdi. Yuqumliq kasallar tarqiladi va osmonda qo'rqinchli alomatlar ko'rinadi. Biroq bu voqealar yuz berishdan ilgari sizlar tutqun qilinib, ziyonkashlikka uchraysizlar. Kishilar sizlarni ibodatxonalarning so'roq qilishiga topshirdi. Zindonlarga tashlaydi. Menga ishonganliginglar uchun sizlarni podsho va valiylarning oldiga elib bordi. Mana bu sizlarning ularning oldida mening guvohchilarim bo'lish fursatinglardir. Shunga ularning savol so'roqlariga qanday javob berish to'g'risida oldin ola bosh qotirib ketmanglar. Chunki men sizlarga dushmanlaringlar qarshi chiqolmagudek va rad qilolmagudek so'z qobiliyati va aql farosat ato qilaman. Sizlar ziyonkashlikka uchragan vaqtda ota-ona, aka-uka, urug' tuqqan, yor birodarlaringlarmi sizlarga xoinlik qiladi. Oranglardagi ba'zi kishilarmi o'ltirildi. Menga ishonganliginglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Holbuki ular bir tal chechinglarmi cheqilolmaydi. Chidamliq bo'g'ininglarda mangulik hayotga erishsizlar. Yerusalimning dushman qo'shinlari tarafidan qo'rshib ilinganligini ko'rganinglarda, uning vayron bo'lishga oz qolganligini bilinglar. U chaqda Yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin. Yerusalimliklar shahardan chiqib ketsin. Yezilardagilar shaharga kirmasin. Chunki shu chaq Xudoning xalqini jazolaydigan kunlaridir. Shuning bilan muqaddas yozimlarda bu to'g'ri yozilganlarning hammasi amalga oshirildi. U kunlarda qichishi afsus bo'lgan homildor ayollar va bola imtihon onalarning holiga voy. Chunki bu yerdagi kishilarga og'ir ofat keladi. Ular Xudoning g'azabiga uchrab, qilish ostida o'lidi yoki tutqun qilinib, chet davlatlarga haydaladi. Xudoning
Yahudi emesligi belgilab bergan vaqti to'shqicha, ular Yerusalimni oyoq osti qiladi. Men kelishdim burun, quyosh, oy, yulduzlar g'ayri tus oladi. Yer yüzdeki elle, deniz okyanlarının g'azablik shavqinidan aloqzodi bo'ladi. Osmon jismlari larziga keladi. Shuning bilan insonlar dunyoga keldigan ofatlarni esiga ilib, vahima ichida g'al-g'al titrab, as-hoshini yo'qotdi. U chaqda inson o'g'lining kuch-qudrat va ulug' shon-sharaf bilan bulut ichida kelayotganligini ko'rsizlar. Shunga bundaq alomatlar ko'ringan chaqda sizlar beshinglarni ko'tarib, qaddinglarni ruslanglar. Chunki bu sizlarning qutulishinglarga oz qoldi deganlikdir. Hazreti Aysa ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Anjur darig'i va boshqa daraxtlarga qaranglar. Ularning yangi yo'pirmoq chiqarganligidan yozning yetib kelishiga oz qolganligini bilasizlar. Shuningdek, men boy degan alomatlarning yüz berayotganligini ko'rininglarda, Xudoning podshohligining namoyon bo'lish oldida turayotganligini bilinglar. Bilib qo'yinglarki, mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib, bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi. Osmon, zemin yo'qlidi, biroq mening so'zlarim yo'qolmay, mangu inovatlik bo'ladi. Hoşyar bo'linglar. O'zinglarni aysh-ishrat va turmushning g'am andishlari bilan bexudlashtirmanglar. Qiyomat kuni sizlarga go'yo to'satdan beshinglarga tashlangan to'rdek kelmasin. Chunki u ofatlar yer yuzidagi butun insonlarning beshiga keladi. Har vaqt hoşyar bo'linglar. Yuz beradigan bu alomatlardan aman isen ötəlişinla və qiyamet günü insan oğlu oldida qo'rqmay turalışınlar üçün hər daim dua qılınlar, dedi. Hazreti Aysa gündüzleri merkezi ibadetxonada ta'lim berib, akşamları şəhərdən çıxıb, kechini Zaytun tağıda ötküzetdi. Cemaat onun ta'limini anlaş üçün tang səhərdə ibadetxonaga qarab mağatdi.